yetakçileri bilen doktorunun nim farkı var degende mani biz bir stakan desek doktorlar mundaq deydi. Ma stakan miya jozning qishiga kelib qoldi deydi. Ya janka o odamni mush jozning qishiga kelib qoldi deymiz. Bizning badanimizga bergan signal atiganda bor tushtinki yo'q. Doktorga borsak tekshirsa kasal chiqmaydigan. Lekin o'zimiz nayt biyaram bitamsak birdan lekin o'zgarish bo'lib qolgan bu og'riqlarning hammasi shu. Bayam sizning qo'lingiz ilishdi-ku. Oshqozonda mast bor degan gap doktorxonaga tekshirsangiz chaq chiqadi siz. Ham bu doktorlar nima deydi, qanday odamlar desangiz, ma stakan jozning qishiga kelib qolgan holatdimi hozirgidek doktorxonaga borsangiz saq chiqsiz bu. Doktorlar tushib ketgandan keyin kel ma stakanning tushib ketgan yerini joy-joyiga akib yemlab birimiz, ma teshikni etib birimiz deydiganlarni doktor deymiz. Boşan gonsımu stakanın pes küçük gidip bar o'tkazsin andasan tölendirimiz deydi. Sağlamlık yetakçisi nimish qildi desangiz, stakan miyaga kelib qopti hozir. Darhol sen undaq qilib, mundaq qilib, mundaq qilib stakanni jozning o'tirga akitayli, tushib ketmayli deydi odam. Sağlamlık yetakçisi bilan mush doktorlarning farqi dal mishada. Endi